Çandin inog'alari ki fikrasi xarobda, menga payomlari bor oldimda. Afg'onistonga agar mutaassibtarin olim bo'lsa sensan. Rasonalarga, radiolarga hamisha ko'ramiz o'zbek tiliga sen gapirasan. Men o'zim oldimga mutojib bo'ldim. Birinchi aziz otalarim, adabiy shoir kishilarimizga aytaman. Eng ulug'vor kishilarimiz, bilimdonlarimga aytamanki, 50% ga ham men o'zbekcha gapira olmayman. Agar adabiy o'zbekcha gapirsam, shoyat uyqusi uchib ketsa edi buni. Ikkinchidan, hadaf nimada? Minglarcha otalarimiz bor, oqsoqol otalarimiz bor, peshasafid onalarimiz bor. Qat'an boshqa tilni bilmaydi. Dinni qaysi unvonga bizda boyat o'shalarga eshittirsak. Va uchinchidan men oldimga cho'tladimki, xilofi mavozini hukumat islomiy ham bo'lmasa o'zbek tiliga gapirishligim. Va jurman bo'lmasa, nima uchun ikkita uchta olimiki agar o'zbek tiliga gapirsa, yo adabiy kishilarimiz gapirsa, ustlariga taqtotoz va intiqod bo'ladi. Nima uchun? Bahotirki, uch narsaga bizda mutojib bo'lmaymiz. Birinchi, tilimizga tashviq zarurat. Ikkinchisi tadris zarurat va uchinchisi ham ta'lim. Shorvol so'y bir narsaga yaxshi ishora qildilar. Arabchasiga bir maqula bor. Aytadiki, laysal fata man qala kana abi, walakinnal fata man qala ana za. Javoni buruman, shaxsiyati donishman, bilimdon kishi u emaski aysaki ota va bobom falon shaklga o'tmadi. Bilimdon kishi ziyrak va hushyor u kishidiki ana za, o'zim shundayman. Buxoriyning sharhini o'zbek tiliga bitimman. She'ri Navoiyni she'rlari nihoyat qattiqligidan va qiyinchiligidan nasli yigitlarimiz bilmaydi, o'zim sharh qilinman. Va siyosiy maydonga o'z tilimga, o'z farhangimga o'zim monimcha xizmat qilinman. Javon burumand, hushyor ziyrak kishi u kishidir deydi. Alloh subhanahu va taolo o'tganlarimizni hammasini g'ariq rahmat qilsin. Robbil alamin bu o'ltirishlarimizda, lahazot va daqiqalarimizda hammasini o'z rizoatiga aylantirsin. Va oxiri da'vona anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.